Qibraga kelganmiz, shundoqqina TTZ Korzinkaning tepasida Bojigit mahallida bugun obzorimizda bitta baho berib qo'ying. Qanaqa xonadon sotilyapti? Narxini oxirida aytaman, ishoning, kompot bo'lib qolasiz. Ketdik, bitta ichkarisiga baho beramiz. Xo'p, xonadonimiz 3.7 sotixdan iborat bo'lib, ko'rib turganingizdek, hamma xonalari alohida qilingan. Kiraverishimiz bemalol 2 ta mashina sig'adi. Xonadonimiz bu tomonda kichkinagina dehqonchilik qilaman desangiz, sharoit ham qilib qo'yilgan, mol boqaman desangiz, unga ham imkoniyat qilib qo'yilgan. Xo'p, endi esa xonalarni bitta ko'rib chiqamiz. Bu spalniyimiz. Bunisi oshxonamiz. Mehmon kutadigan zalimiz. Qarang, qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Bu esa bolalarimiz uchun detskiy xonamiz. Xo'p, atapleniyamiz, hojatxona sanuzimiz hammasi shu yerda akkuratda qilib joylashtirilgan. Bu esa 4-xonamiz, yana bitta spalniy qilib qo'yishgan. Xonadonimizning eng zo'r joyi fasadi, bitta baho bering, fasadning uzunligini. Mana shu o'ziga o'shani uy qurib sotadigan akalarimiz bo'lsa, bemalol ikkita uyni sig'dirishsa bo'ladi. Yer narxida uyimiz ketayotganini hisobga olsangiz, chotki biznes taklif bu. Shundoqqina lokatsiyasi TTZ Korzinkadan tepaga 1,5 kilometr yurganingizda Bojigit mahallasi. Bu yoqda o'zi bir sotiq yer narxi 50 ming, 60 ming bo'lib yotibdi. Agar yer puliga chaqadigan bo'lsangiz, shu yer pulidan ham arzon ketyapti. Kottej qurmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun ham ideal variant. Qisqasi, akalarimizga pul zarur bo'lgani uchun bu safar biz uy egasini o'zini nomerini qoldiramiz. Hech qanaqa o'rtada odam yo'q. Telefon qilasizlar, o'zlari bilan gaplashasizlar, kelishasizlar. Start narxini 130 domimiz, kami bor. Albatta, qo'ng'iroq qilinglar.